Qala alayhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Qala Allahu Teala el-kibriya'u ridai. Femen naza'ani fi ridai qasamtuh. Allah aytdi. Tekabberlik ul minim yapmam. Minnan yapmamni soldırığa matashgan kishini, ya'ni o'zim takabburlik sifati bilan tasvirlarga tilovchini men halak etashakman. Takabburlik demak bu Allohning sifati. Allohning sifati. Allohning yapmasi Allohning sifati. Ham bugungi kunda sen takabburlanib yurishga tirishasың, o'zingni boshqalardan masalan biyigroq etib qo'yib, o'zingni tog'lardan da biyik etib his etib, o'zing hatto ertaga narsa bo'lasini da bilmaysan. Ko'kragingdagi yurakning qachon to'xtovini bilmaysan, ko'pmi tebashagini bilmaysan. Agarda Alloh senga ya bolalaringga biror g'azab jibarar ekan, sen uni to'xtata olmaysan. Agarda Alloh o'zining bandalarına, yaratgan bandalarına ne'matini jibarar ekan, sen uni to'xtata olmaysan. Sen uni da to'xtata olmaysan. Ham takabburlanib yuriysan. Takabburlanirga yaramay. Chunki takabburlik ul kimning yapmasi, kimning sifati? Allohning sifati. Hambi bu bir qo'rqinch sifat. Agarda sen bugun takabburlanasan ekan, seni Alloh halak etirgan mumkin. Chunki Alloh aytdi, men uni dedi, takabbur kishini halak etashakman dedi.